Hurmatli ota-onalar diqqatiga, ushbu videoni oxirigacha ko'rishingizni iltimos qilgan bo'lardim, chunki bu videoda qattiq ogohlantirish bor. O'zi bu kabi ogohlantirishlarni men o'zim profilimga qo'ymayman, lekin bu ogohlantirishni qo'yishni lozim deb topdim. Mana shu kabi trend videolar yosh bolalarimizni kontentida juda ham ko'plab tarqalmoqda. Trallallero trallallà, porco Dio e porco Allah. Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Bu jumlalarni yosh bolalarimiz hazilomuz qilib qaytarib yurishibdi. O'zimning ham farzandlarim bor, jiyanlarim bor. Bu kabi qaytarishlarni, bu kabi so'zlarni ularni zabonida ham eshitdim. Lekin bu jumlalarni tarjimasiga va ma'nosiga ko'p ham ahamiyat berganimiz yo'q. Men sizga bu jumlalarni tarjimasini qo'yaman. O'zingiz bemalol o'qib, pauza qilib xulosa qilishingiz mumkin. Tarjimasini o'qib, xulosa chiqarganingizdan keyin yosh bolalaringiz agarda mana shu kabi kontentlarni ko'rib turgan bo'lsa, ularga darhol chek qo'yish kerak va mana shu videoni qolgan ota-onalarga ham tarqatib, ularni ham ogohlantirish kerak. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Men o'z vazifamni ado qildim deb o'ylayman.